Narimon Ali hukumatida 5 gektar pitomnik bilan alektanib kelyapman. Sizlar ko'rib turgan o'sha pitomniklar 2018-2019 yillari bu yerga olmani ürünü, anan gurushani ürünü chachilgan. 2018 ekilgan, 2019 chiqqan. Endi bu 2 yillik ko'chat bo'lib qoldi. Bu yerda olmalar uje ko'chatlar tayyor. Bunu uje sotuvga chiqaramiz. Sotuvga tayyor. Bu yerda olmaning 4-5 turi var. Bu turlar boyka olmaning sorti. Kripson, dağı Granny Smith, Kripson, 5 yıldız, olmanın turları, öşe turlar var. Guruşanın turları Conference. Biz turgan yerimizde şu olmalarda bu olmanın sorti boyka olma. Bu boyka olmanı zimni olma. Mende aslında ko'chatlarda zimni saqtana durgan olmalar var. Bu jaqda turgan jalang bardığı olmanın bir sorti boyka sorti var. Anan bu yerda 2 qator nak var, 2 turi var. Conference anan kiwi nak var. Bularda ishlash jarayoni bu olmalar dengiz dengeliden 1800 metreden anan 2500-3000 metr dengiz sathidan balastlik biyiklik yerlerde öse veradi. Siz bayağı ko'chatlar bilan ishlab turasiz. Anan ko'pincha qaysi oblastdan olib ketadi? Bizde men aslında bu pitomnik bilan shug'ullanganimga 15 yıl bo'lib qoldi. Bu aslında bizga Bishkekdan, Issiqko'ldan, Talasdan bardık oblastlardan gelip alıp ketishadi. Ушул көчөттөрүңүз Нарын облусуна дагы тиксе жакшы өсөбү? Баа суук жер эмеспи ал жак? Soğuk yerge aytat. Soğuk yerde şu boyka, Kripson, Granny Smith, özümüzdeki обычный Smarenka öşeler ayvay jakşı ösöt Nарын облусунда. Муну баягы өстүрүп атканда кайсыл убакта обрезка кылыш керек, кайсыл убакта сугарыш керек, деги эле кайсыл учурда баягы витаминдерден берип туруш керек. Bak tikкен adam, birinci jolu bak tikishga harakat qilgan adam bu yerdan ko'chatni olib birinchi ko'chirganda agar iloji bo'lsa Biogum isminin qo'shib ko'chirsa ayvay yaxshi bo'ladi. O'ta yaxshi bo'ladi. O'sishga dag'i yaxshi bo'ladi. Anan har bir olmani o'zuncha abreskasi har turda bo'ladi. Har bir sort bir turda abreska bo'lmaydi. Kripsonda iloji boricha chaqsha obrazini qilib o'rtani ochib olsangiz, olmalar bir turda qizarmaydi. Boykadagi o'shanday. Smarenkalar o'zining yo'lida abreska bo'ladi, ular yo'lka obrazini qilib abreska jasilsa o'ta yaxshi bo'ladi. Bu ko'chat bu yerda 1 gektar bardig'i bo'lib 1 gektar yer. Buni 2019 yil 2 dekabrda bu yerga ürün chachganmiz. 2019-2020 yil ürün chiqdi. Ürün chiqib bu yerda to'liq через laboratoriya orqali jellarda analiz topshirib turib anan lekin ürünni chachganmiz. Jer haydashdan oldin
laboratoriyani bergan yo'l jo'riga qarab bardıq narsa laboratoriya bergan rekomendatsiya bo'yicha yerni haydatganmiz, ürünni çaçkanmiz. Şu bo'yicha buni 8 yo'li, 10 yo'li propolka bo'ladi. Avgusti 15, avgusti 20 avgustlarda bu ko'chat uloq прививка boshlangan. 2020-yil avgusti 15dan uloq ko'chat uloq boshlangan bu yerda. Bu yerda 1 gektar joyda 150 ming ko'chat bor. Bu ko'chatlarda bu yerda dag'i olmani 4 turini qiyishtirganmiz. Olmani 4 turi qiyishtirilgan. Boyka, Granny Smith, anan Kripson, letniy olmalar, baq olma deb qo'yadi. O'shanda sortlarni qiyishtirganmiz. Ko'chatlar qancha yilda tayyor bo'ladi? Bu ko'chat mana qiyishtirilib bitdi. Mana bu ko'chat mana klonka turganda asti, o'sha buchur solingan. O'sha buchur Endi erta jozda bu jappayni bu yerdan kesib solamiz. Kesib olgandan keyin mana shuni ustida men plonkasini ochib ko'rsataman. Mana solingan buchur. Mana ochib o'tamiz. Bu solingan buchur. Anan erta jozda, o'sha fevralda 10-15-inde buni usti jag'i kesilib ketadi, anan bir buchur o'zi chiqadi. Bu 2021-yil kuzga, anan 2022-yil erta jozga tayyor bo'lib, ona shu 2 yasharlik ko'chatday bo'lib qoladi. Ostidagida mana buchuri turadi, o'sha buchurni biz dag'i 8-10 yo'li propolka qilib o'zimiz beradigan oziqlarni, polistitsin, udobreniylar, vitaminlarni bardig'ini berib, ana keyin bu ko'chat tayyor bo'ladi. Biz iloji boricha buni men через laboratoriya ishlashga harakat qildik. Anan bu yerda asosiy polistitsin, udobreniyalarda biologik vitaminlar bilan qo'shib biologik vitaminlar chachamiz. Biyogumus beramiz iloji boricha. Ayavay yaxshi bo'ladi. Bu yerda mana shu sizlar ko'rib turgan olma ko'chatlari, bu olma ko'chatlarni Gollandiyadan olib kelingan karlik bog'dan super çift deb, red çift deb Kripson olma, men deyapman, Kripson olmani o'sha Gollandiyadan kelgan sortini bu yerda qiyishtirganmiz. Bu olmalar Qirg'izistonda har bir yeriga moslashadi. Har bir yeriga o'sadi bu olmalar. Bu ko'chatlarni garantiyasi bor. Men yustitsiyadan o'tdim. Anan menda fermerskiy krestianskiy хозяйство Asatullo ota fermerskiy krestianskiy хозяйство ochgan. Pechetlar bor, oldi sotdi kelishimlari bor. Garantiya o'shanday pismini raspga beriladi. Pismini raspga beriladi. O'shanda mo'ma chiqmasa, odamlarni o'sha qilgan rasxotini dag'i biz to'lab berishga tayyormiz. Qancha yil garantiya berasizlar? Bu olmalar emi 30 yil, 40 yil, 50 yil yashaydi. Olmani ekib qo'yishlar emasda, misol uchun olma ekilgandan boshlab unga o'zingni bolang deb qaraysin, anan bu olma bo'ladi, anan tushun beradi. Bu olmaning sorti Granny Smith. Smarenkaning go'gi. Bu olmani dag'i bu yerda o'shitga olib kelib sotganda, Serbiyaning ko'chatlari kelganda bir akalarimiz shundan boq qilgan, ayavay yaxshi bo'lgan. O'sha ko'chatlardan olib kelib, o'sha mo'ma qilayotgan boqlardan o'sha shirinkalarni olib kelib, buchurlarni olib kelib qiyishtirganmiz. Bu yerdagi ekilgan pitomnikdagi shu yerda 5 turdi, 6 turdi misol sort bo'lsa, Qirg'izistonda har bir regioniga bu o'sat. Aniq o'sat bu. Eğerde sizden bu ko'chatni qardarlar sotib o'tirgan bo'lsa, alar barib tikken uchurda qancha yildan keyin mo'ma berib boshlaydi? Bu olmalarni ko'chirishdan oldin o'sha bog' tikadigan odamlar bilan biz iloji bo'lsa dogovor qilishni xohlaymiz. Odamlar bilan bog' tikishdan oldin bu ko'chatlarni qazib berishdan oldin o'sha odamlar bilan dogovor qilishni xohlaymiz.
Потому что biz o'sha odamlarga yo'l jo'rig'ini aytib turamiz. Hatto bora olmasak dag'i через WhatsApp orqali ishlasak bo'ladi. Yo'l jo'riqqa solamiz. Lekin o'sha odamlar barlig'i ko'chat ko'chirayotganda birinchi ishni boshlaganda iloji bo'lsa biogumus bilan ko'chirsa ayavay yaxshi bo'ladi. O'ta so'lim bo'ladi. Buni abreskalarini biz iloji bo'lsa, yaqinroq yer bo'lsa, borib qilib berishga qilib dogovor bilan qilamiz, biroq o'sha abreskasini borib qilish uchun biz o'shani dogovor qilamiz. Aqchaga abreskasini keltirilgan bahoda biz buni abreska qilib berishga tayyormiz. Bu chereshna qo'qon gilas ko'chati vishnaga qiyishtirilgan. Qora gilas deb qo'yadi, qora gilasga qiyishtirilgan sorti Valvoy 3, Valvoy 3 ko'chati. Bu qo'qon gilaslar. Bularga dag'i o'shunday garantiya, bardig'ini birday garantiya. Biz aytgan Valvoy 3 savog'i uzun o'sha qo'qon gilas chiqmasa, biz o'shani to'lab berishga tayyormiz. Almanın qaysi türü? Bu pitomnik bundan 3 yıl murda tikilgan pitomnik. Hozir bu 3 yashar. Bularda har birinde mana mumi algan. Bardig'i mumi algan. Mana mumilari o'zinde turadi. Bular 3 yasharlik Golden Delicious sorti. Bu yerda dag'i o'shunday 3 yillik 3 yasharlik ko'chatlardan Smarenka, Golden Delicious, Boyka, Kripson 5 yıldız, Smarenka o'sha turlari bor. Letni, zimni olmalar var. Bu yerda dag'i mana bu 2 qatori, bu olmalarning mana shu 2 qatori letni olma, bog' olmani qatusi bo'ladi. Shu olmalar bardig'i bir yil o'rnida turgan yerida ayvay mumi olgan. Bu yerda 2 gektar pitomnik, bu yerda abrikos, anan persik, barliq turlari bor. Bu yerda persikning 4 turi bor. Lisi persikleri var. Örükte 2 türü var. Abrikosta 2 türü. Subuhalek örük dep koyat, anan isfarek örük dep koyat. Öşe 2 sortu var. Ana köçet kıyıştırış hazır kokon gilas çereşneden başladık. Kokon gilas'ta sortu bahar degen sort kıyıştırılıp hazır. Ana eceler başladı.